bir kiritadigan bo'lib boshqasiga o'tsak mana. Xato 2 dan 5 gacha. Mana ichini bosamiz, masalan Buxoro. Muhammad Buxoro. Spisak degan joyimiz bor. Mana bu joyda teng gr. Bugungi darsimizda Excel dasturida noodatiy amallarni bajarib ko'ramiz. Xo'sh, ketdik. E'tibor bering, mana bu joyda jadval. Bu jadvalda mana xohlagan raqamlarni qo'yishimiz mumkin. Mana 90 farqi yo'q. Endi mana shu hududda cheklangan raqamlarni qo'yishga imkon beradigan Excel'ning funksiyasini ishga tushirishimiz kerak. Ya'ni buni to'ldirib beradigan, bu darsga kelmagan soatlari, bu albatta ism familiyalar ham shunchaki o'zi yaratilgan. Mana shu joyda yoki umuman mana shu maydonda 1 dan 3 gacha yoki 1 dan 5 gacha bo'lgan sonni qo'yish kerak va undan boshqa sonni qo'yishga cheklov qo'yib qo'yishimiz kerak. Bu uchun nima qilamiz? Belgilaymiz maydonni. Qaysi maydon kerak bo'lsa, данный bo'limiga kiramizda, проверка данных joyidan birinchisini bossak, e'tibor bering. Shu bo'lim oyna ochiladi. Xo'sh, bundan mana celye число degan bo'limni belgilaymiz. U bo'limga o'tgandan keyin minimum hamda maksimum sonlar chiqadi. Minimum 1, maksimum 2. OKni bosadigan bo'lsak, endi biz ish maydonimizda masalan 3 yozsak qabul qilmaydi. 1 yozsak qabul qiladi. 1 yozsak qabul qiladi. 5 yozsak qabul qilmaydi. Endi shuni boshqatdan ko'rsatib beraman. To'lig'i bilan belgilaymiz. Uni o'chirib qo'yaylik. Belgilaymiz kerakli yacheykani. Данный bo'limidan проверка данныхga kiramizda, birinchisini bosamiz. Va parametr joyidan celye числоga kiramiz. Qarang, minimum necha son? Keling, shuni minimum 2 dan 5 gacha belgilaymiz. Endi ikkita undan keyin yana oyna bor. Сообщение для ввода. Bunga kirsak, bizda mana bu yoniga borgan paytda ogohlantirish chiqadi. 2 dan 5 gacha kirit. Xato son kiritsa, mana bu yerda esa ogohlantirish bilan birga nimadir xabar yuborishingiz mumkin. Mana xato 2 dan 5 gacha kiriting. 1 2 3 4 kiriting 1 2 3 4. Endi e'tibor bering. Yoniga borganda, kiritmoqchi bo'lib yoniga borsak, mana 2 dan 5 gacha kirit. Son ogohlantirib turadi, mana bu yoqda yo'q. Mana 1 kiritadigan bo'lib boshqasiga o'tsak, mana xato 2 dan 5 gacha kirit deb ogohlantirish berdi. Demak, bu tushunarli. Hozirgi данный bo'limidagi проверка данныхni yana bir qiziqarli funksiyasini ko'rsatib o'taman. Keling, sizda ism familiyalar bor. Bularni qaysi guruhdaligini ajratib chiqishingiz kerak. Guruhlarimiz esa bu yerda yozib olaylik. Masalan, birinchi guruh, shuni gr qo'yaylik. Ikkinchi gr va uchinchi gr. Bularni umumlashtiramiz, ya'ni belgilab olamizda. Mana bu joydan shu joyga nom bera olamiz. Guruh bo'lsa, mana gr ni bosib, enter deb bossak, bular umumiy gr, ya'ni guruh nomi ostida birlashdi. Endi kerakli maydonni belgilayman. Проверка данных birinchisiga kiramiz. Parametrdan keyin spisak degan joyimiz bor. Mana bu joyda teng gr. E'tibor bering, mana bu joyga olib kelsak, mana ikkinchi guruh. Shunchaki bularni mana bu yerdan guruhni kiritib ketaverasiz. Tamam, qaysi guruhga tegishli bo'lsa, mana o'zi chiqadi. Biz kiritgan guruhlar. Bundan boshqa guruhga kiritmaysiz. Mana shu shaklda. Yana bir marta ko'rsatib beraman. Keling, manzil bilan ko'rsatib beraman. Masalan, Buxoro, Navoiy, Samarqand. Belgilaymiz va bularni umumiy manzil so'zi ostida birlashtiramiz. Mana bu kerakli joyda belgilaymiz. Данный bo'limi, проверка данных bo'limiga kirib,
Parametrdan spisak ro'yxatga kiramizda. Shu teng biz yozgan manzil va enterni bosamiz. Mana e'tibor bering. Masalan, Durdona qayerdan? Mana bosamiz. Buxoro, Samarqand, Navoiy. Masalan, Navoiy. Afruza, Samarqand. Sadiya, ichini bosamiz. Masalan, Buxoro. Muhammad, Buxoro. Muhammed ekan. Xullas mana shularni belgilab olib o'zini hududini belgilashimiz mumkin. Demak, proverka данных bo'limini ham ko'rib chiqdik.